Haqiqiy do'stlar mana shunday bo'ladi. Nodirbek keling. Avvalambor tabrik deyman, do'stingiz baxtli bo'lsin. Nodirbek mijozimiz Ellikqal'adan o'zini haqiqiy do'stiga, yoshlikdan birga o'sgan do'stiga, Asaloyiga, Misrning Sharm-el-Sheyxga 2 kishilik turpaki sovg'a qilgan. Nodirbek avvalambor tabrik deymiz. Havas qildik, shunaqa do'stlar haqiqiy do'stlar ko'paysin. Qachondan beri jo'rasizlar? Shu yoshlikdan birga o'sgan eng yaqin do'stim. Yana xizmatlarda nima deysiz? Bizga turgan katta rahmat. Ishlarni rivoj, kelishilgan arzon bahoda ishlarimizni tez va oson bitirib berdilar. Sizlarga ham tavsiya etamiz. Voucherlari, sertifikat hamma narsasi bor. Xudo xohlasa yaxshi borib davom kelsin. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli davra qatnashchilari. Sal hayajon bor, kamchiliklar uchun uzr so'rayman. Bugun yoshligimda katta bo'lgan, har doim yonimda turgan, qo'limdan kelgancha yordamni, maslahatni ayamagan eng yaqin do'stimni to'yi. Do'stim baxtliman, baxtli bo'l. O'sha vaqtda shu munosabat bilan deyarli qo'ygan bir pодаркim bor edi. Yosh kelin kuyovga to'ydan keyin dam olishda Asaloyidan Sharm-el-Sheyxga 2 kishilik bering. Ağır günler olsa eğer başımda